Ko'plab obunachilarimizni qiziqtirayotgan savolga aniqlik kiritamiz. Ya'ni Jack A4 to'rtchoq hamda Jack A5 mashinkalarimizni xususiyatlarini ko'rib chiqamiz. Jack A4 mashinkamiz sun'iy intellekt chipi Gorilla motor bilan jihozlangan bo'lib, ip o'tadigan qismlari 0 darajadagi silliqlikka erishilgan. Bu narsa tikuvchilarimizning asosiy muammosi bo'lgan kun davomida ko'p nina ip uzishini 70-80% ga kamaytirib beradi. Ya'ni mashinkamiz materialsiz tikkan holatda ham ip uzmaydi. Jack A5 AMH mashinkamiz ham sun'iy intellekt Gorilla motor bilan jihozlangan bo'lib, lekin ushbu mashinkamizning sun'iy intellekti hamda Gorilla motori kuchliroq hisoblanadi. AMH degani A yupqa, M o'rta, H qalin matolar uchun degani. Mashinkamizning rabochiy zonasi kengaytirilgan bo'lib, mashinkamizning moyi mana bu yerda yopiq podonda joylashgan bo'ladi. Agarda ushbu mashinkalarimiz sizni qiziqtiradigan bo'lsa, direktdan telefon raqam qoldiring. 24 soat ichida xodimlarimiz siz bilan bog'lanib, bepul konsultatsiya berishadi.